Sen bu salamda qızlar, ma bo'lsam mayda pishirilgan, burundan tatib bizninki yerlik tamoqlarning birisi. Bu sambuzaga ketarlik materiallar 3 un qildim. Men 2 uyga tavoq qilib o'zimiz yedik. Shunchalik o'xshabdi. 3 unga 2 tal tuxum, yarim piyola shakar, 1 sirkayli may, yarim qoshiq tuz. Mayni bekçe qo'yvasanlar o'g'ilib ketadi. Shunga shu 1 sirkayga yiqildim, 3 qo'ysanlar bo'ladi. Yetarlik. Güş, piyaz, sebze qatarlıqlarni 3 yaq to'g'raymiz. To'g'rab buni qozonda qo'rvolamiz. Chunki mayda pishsa tez ishtik pishidi. Ham qolmaydi. Buning yetarlik shundaq qiymaga ishlatadigan oqmush, qarmush qatarliq, sira qatarliq narsalarni silib tuz bilan qo'rvolamiz. Tuzni asalaylik. Qo'rvagandan keyin mana qiymamizmi tayyor bo'ldi. Xemirimizni tayyor bo'libdi. Buni shu mantiq jilt ochgandek mushtaq qilib olamiz. Jiltini ochganda cho'risini ichib, o'ttirini ochmaymiz. Bu jiltimni nepiz qilsak, ishtik ko'pidi ham ishtik pishidi. Bek tamlik bo'ladi. Anandan keyin buni tukkanda cho'risini bosamiz, o'ttirini bosmaymiz. Chiqib ketmaydi. Cho'risini yaxshi bossak, may chuchigandan keyin buni silib, mushtaq pishirib olsak bo'ladi. Mana nayt yeyishlik bo'lgan, tamlik bo'lgan ko'rkam sambozimizin pişti, işki javurga liqqidi qilib, ishki qo'shnimizga tavoq qilib oldik, o'zimiz yedik. Ajrimiz uchun yurkimni besib, meni qayta yo'linglar qizlar, gullarni